Qorolbozor tumanida qishloq xo'jaligini rivojlantirish, eksportbop mahsulotlar yetishtirish hajmini oshirish hamda zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, tumanning Navbahor mahalla fuqarolar yig'inidagi yer maydonida zamonaviy intensiv uzumzor tashkil etish ishlari boshlab yuborildi. Prezidentimizning 2025-2026 yildagi tegishli qarorlari asosida amalga oshirilayotgan mazkur tadbirlar hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirishni ko'zda tutgan. Buning ortidan aholi daromadini oshirish va barqaror ish o'rinlarini yaratish, kambag'allikni qisqartirish maqsad qilingan. Qorolbozor tumanining Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 5 gektar yer maydonida Buxoro Agrostar mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan tashkil qilinayotgan zamonaviy tipdagi uzumzorlardan kelgusida yuqori hosildorlikka ega uzum navlarini yetishtirish ko'zda tutilgan. Ayni paytda maydonda uzum ko'chatlarini qurish ishlari davom etmoqda. 2026-yilda tumanimizda 85 gektar zamonaviy intensiv bog'zor tashkil qilish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda bahor mavsumida 50 gektar zamonaviy intensiv bog' tashkil qildik. Shundan 15 gektari intensiv bog'zor va 35 gektari intensiv uzumzor. Hozirgi kunda Navbahor mefiy hududida joylashgan Ziyodulla Mansur fermer xo'jaligida Buxoro Agrostar bilan hamkorligida 5 gektar maydonimizda yangi intensiv zamonaviy vo'ish usulida uzumzor tashkil qilmoqdamiz. Lamborghini, Avatar, manikyur figur degan navlarni ekmoqdamiz. Bu tumanimizda yangilik. Hozir birinchi bosqichimiz niholik ishlari boshlandi. Bundan keyin buni shpaler qilamiz. Tomchilash bo'ladi, girdlari o'raladi, setka bo'ladi. Zamonaviy intensiv vo'ish usulida tokzor paydo etiladi. Mazkur loyihalar natijasida nafaqat hududda qishloq xo'jaligi samaradorligi oshadi, balki yangi ish o'rinlari yaratiladi. Shuningdek, uzumchilikda eksport salohiyati kengayadi.